Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi Chin Güzel Yepak Yo'li Sadash programmasida qatnashgan mayirlarning chin haqiqiy ovozini alashga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar. Chinuri biotexnik sudi Sulton zavodida ishlangan go'zallik mening chin go'zal girim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Balkim bu qadimgi programmada qatnashgan mayirlarning qanday tarixxonligiga hammalar qiziqayotgan bo'lish kerak. Undaqda oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Birinchi darajaga erishgan mayirni ashal makoni g'ulji tishlab chapta va ashalni bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'ulja Paktil musulmoncha maktab ishlab chiqarish shirkati 200 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Ikkinchi daraja mukofotimiz munoyat katta uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib, Qutyar markasidagi a'lo sifatli yurishlik soda suyini ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutyar fan texnika taraqqiyot shirkati 150 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Jingarji mukofatimiz bo'lsa Uyg'ur tibobatchiligida belgilik o'sish hosil qilgan Xinjiang Kinara mablag' shirkati Erkon mahsulotlari ta'minlagan 100 million qiymatidagi avtomobil. To'rtinchi mukofatimiz bo'lsa Zlotno'dan namoyon so'g'an Xinjiang Mo'tvar xalqaro so'd shirkati Alzoq kiyimchiligi ta'minlagan 50 million qiymatidagi avtomobil. Shunday qarindoshlar, mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida bizning mayirlarimizdan tayyorligimiz intayin puxta. Qani, mayirimiz sahnimizga marhamat. Diyorimizning bepoyon bag'rida san'at turdanlari to'limi ko'p. Ana shu madaniyat san'at bo'shiga yakandan bir yosh yigit bizga qarab kelyotdi. Aqlim topsamlar, naqsh muzikaga shunday erishman. Maktablarda bo'lsin, mahallalarda bo'lsin, naqsh to'g'lab shunday so'ngan ekanman. Mening yurtim yakanning ya'ni Kachong yisi Al-Nag'ma naqshlari ya'ni Kachong sanami paydo bo'lgan joy bo'lib, menga eng ta'sir qilgan meni san'at dunyosiga boshlab kirgan shu Kachong sanamlari. Men demak xalq naqshlarini, muqomlarni, bo'lib shu Kachongning yerlik sanamlarini yuragimdan yaxshi ko'raman. Bugun qarsam, haqiqatan mening yaxshi do'stlarim, qobiliyatli naqshchilar, yaxshi san'atkorlar bu programma qatnashib kelibdi. Men to'liq xursand bo'ldim. Taxim o'zimga bir ishonch tuyg'usi hosil bo'ldi. Xursand bo'ldim bu programma kelganimda. Bu musobaqa nisbatan men o'zimga qattiq ishlama, ndaqla hech bo'lmaganda faqat bo'lma deganda 16 ning ichiga kirishga tirishim. Uzun geceler Ketti talay Ötti talay Özü koyup Sözü sarlattı aşkın azize
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Naqshni aytib bo'lib tugidi ovoz. Xo'sh, oldi bilan o'zingizni bir tanishtirib o'ting. İsmim Mahmudjon Mahmud. Yurtum Yakan. Yakandan Kachong, ya'ni Kachong mashrifi paydo bo'lgan yurtim o'zim. Xo'sh. Siz qanday arzu armonlaringizni olib keldingizmi shu bugungi programmaga o'zingizning? Yangi naqshamdan birini Shinjang Plaza istansiyasidan Uyg'ur xalqiga bir anlatay degan niyatdan ishlanib keldim. İdeyangiz to'g'ri. Biz Erkin efendim bilan, inim bilan ikkimiz siz uchun bilet tashladik hozir. Aylandik. Demak, biz sizning naqshlaringizni yaxshi ko'rdik. Hamda bular yaxshi ko'rdi, biroq kechikib qolgan ish. Shu sababdan aylanmay qoldi. Agar men bilan bir hamkorlash niyatingiz bor bo'lib qolsa, men oldingizda turibdim. Hamda yana bir gap, Erkin efendi meningdan burun sizni bayqab oldi. Shunday. Sizdagi jo'shqin asrat nadomat ifodalanayotgan jo'shqin naqshini flamenko bilan bir narsa qilishga o'zini payz tutyotdi. Endi Mahmud enim bilasiz, Erkin apandining atrofida aytdi kuchli qo'shin bor. Har bir ustozning atrofida sizlarga yetakchilik qildigan nurg'un kuchlar bor. Shunday. Sizlarning orzularingizni cho'qim amalga oshirishga tirishadi. Sizlarga oldini qilgandan keyin cho'qim bu mas'uliyatni o'z ustiga oladi. Mening fikrim tugidi. Erkin apandidan anglaymiz. Mundaq bizniki eng oxirgi bosqich kelganda bizning shu musobaqamizdan biz muzika atrofini naq maydon qilib naq maydon o'rinlamoqchi. Eng oxirdagi maqsad va muddaimiz shu tirik muzika bilan naqsha aytish. Shunga eng oxir kelgan chaqda endi meningki shaxsan o'zimning alaylikim shu naq maydon muzika o'ynash. Shunga agar xohlasangiz mening atrofimga kelsangiz biz shu flamenko degan bolani qayta aplashib baqsaq yaxshi narsalar chiqib qilishiga ishonchim komil. Boshqasi o'xshash Abdulla akamni tanlasangizmi, Abdulla akamga o'xshash ommaviy uslub bo'lamda yoki xalq naqshi bo'lamda har qachondan pishqon akamiz. Shunga Abdulla akamni tanlasangizmi o'xshash, meni tanlasangizmi o'xshash, sizga bizningki eng oxirgi ishonchimiz komil. To'g'ri deydi. Sizga huquq o'tib ketdi. Marhamat unda bo'lsa. İxtiyor sizda. Sizni tanlashingiz. Mushu tanlashga erishma deb keldik-ku bu yerga. Xotirjam tanlang. Bu o'zaro yordam qilishimiz yana. Ya o'xshash. Oxirgi qaroringiz Şübihisiz xam eşyadan işlengen söyünçen tiş aqartış bastısı sizning çay, tamakidan sargaygan tişingizni aqartıdı, hem tişirişning oldini alıdı. Tişiniz qamısa, yaltatib qalsa, tiş miliki qanısa, yallıqlansa, söyünçen önümlü tiş bastısı işletin. Agar ig'iz bo'shliqi jarohati, issiq eshib ketish, ig'iz purash bo'lsa, söyünçen yalpoz tiş bastısı işletin. Tişiniz pok, dilingiz yo'ruq bo'lsin. Mana biz ishildik. Chinuridan söyünçe tiş bastısı. Putunuz muzdisa, pochaq siqirab tolsa, ot yig'i buzug'i qalampir qo'shib ishlangan, tut ya ot yig'i, tut paqalchaq issiqliq meyi badandagi o'l so'g'oq yalni haydaydi. Oz surkan, ozroq surkan. Jiqroq surishcha. O't ketida. Tutiya. Dostum, taşkın aksıl talqalar bilen tonuşun. Zayıflık, mağdursuzluk illetlerden hoşlaşın. Otur yaş, yaşanğanlar, hanım kızlar, yaşlar, balalar ve diyabet bimarları için ayrım işlendi. Taşkın yürüşlük aksıl talqaları.
Adaş, ular bizni bək beqiverdi. Ularning maqsadi zaten nimadi? Boshqalardan anglashimcha, ular bizni toza yo'g'ontib, jon kichik to'qoq qo'rimizni oshqanlarga va har qaysi oilaga yetkazib beramiz. Nima? Biz shuncha kelishgan ham omaq tursak, ular qarab turib bizni mazali tamoq aylantiruvdimi? Shuni degina meni yoshtirib ularning o'ziga qo'yinib ketkim yo'q. Ag'inlar, anglasam qaydo markalik to'qoq qo'rimiz tepkisida qo'rimiz tayansa qalb siyish bo'lami. Shuni ishiltib meni nima qilaversa men rastim juma. Asma, o'taqda men qo'shilma. Qaydo to'qoq qo'rimiz tepkisi. Yar yürüyüşlük sular soları. Abdullah efendim tanısam. Mübarek olsun. Bugün tunçıktım görüştüren buldum. Assalomu alaykum. Aleyküm. Muborak bo'lsin. Prezidentdan yaxshi ijodiyatlar yaxshi. Mübarek. Nima qiladi? Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Mahmudjon Mahmud burun bizga naqshlarini tanıtgan. Mana endi Abdullah Abdurahim efendining izboshlari bo'lishga bel bo'ldi. Uning keyingi sadolarga qutuq tilaymiz. Bepoyon Ipak yo'lida talay alla bo'lgan. Mana bugun yangi Ipak yo'li sadoyimizga Qozog'iston elidan bir suyumli qizimiz do'stlik salimini etkeldi. Do'stlik, qarindoshlik mehri jiroq yo'llarni mo qisqarta oladi. Assalomu alaykum. İsmim Mushtari Islom. Qozog'istondan keldim. Yıl 18 yosh do'stim. O'zim rassomchilik qiziqman. Do'stlarning bir semini talab qilib bo'lsa, men bek xush bo'lardim. Bugungi musobaqada 16likning ichiga kirishim komil. Mana bugungi kunda shu san'at musobaqasiga mushtarini keldim. Endi shu qizga o'zimning ijodiyatlarimdan o'rgatyapman. Ustoz yo'lda ham ot yo'lda yaxshi oliy tilaklar va oliy o'rinlardan o'rin topqay deb qalar edim.
Yaşlar sulup aktı Benim ahım Tuğanımga Assalomu alaykum. Aleyküm. Özünüzü bir tanıştırıp koyana. İsmim Mushtari Islamova. Qozog'istonning Olmut shahridan bo'laman. Özünüz o'qiyotgansiz? Student. San'at maktabida. Qozog'istonda. Yishimizga boqqanda mushu naqshini yaxshi aytdingiz. Necha yosh kirdingiz? 18. Vay, chiqkansiz aka. Mana 18 yoshda ovoz to'xtaydi. 18 yoshdan burungi ovoz endi yo bir joy turishi mumkin, yo o'zgarib ketishi mumkin. Ovozingiz to'xtabdi, rahmat, yaxshi o'qib berdingiz. Yaxshi aytdingiz. Mushtari qizim, bir savol so'rasam, dadangizning ismi nima? Ablahat Islomov. Ben sizin dadınızı tanıyım. Kazakistan'da tanılgan icatçı. Doğru mu? Dürüst. Ben öğrelgenden keyin, sizni ko'rgandan keyin azroq gumon qildim shumi nima? Men sizning naqshingizni anglagan burun. Maktabdami bir yerda anglagan? Maktabda. Qozog'istonda, ha? Shunga men o'zimning o'ralmaganimga intayin pushaymon qildim. Naqshini nayt chiroyli aytdingiz. Siz buningdanmi chiroyli ayta olasiz bilmayman. Siz bizga ayni vaqtda Qozog'istonda Uyg'ur maktabida naqsh aytpagan vaqtida bundan kichikdingiz. Lekin shu chaqda mana shunda cho'ng naqshda aytpagandingiz. Sizga opirin. Ammo bugun ovozingizni tanıy olmay qoldim-da. Mau naqshini balkim jiddiylashib o'zingiz to'liq ko'tarilib ketdi. O'zini to'liq ifodalay olmay qoldi. Afsus. Afsus. Yaxshi bo'ldi. O'zingizni shunday chiroyli o'qimoqkansiz, men aytay afsuslandim. Hozir Olmaotada o'qiyapsiz, shundaqmi, ha? Qaysi kasbda o'qiyapsiz? Dirijorlik kasbida. Vay, chavak. Rahmat sana. 18 yoshda mashina yetkilib dirijorlik degan oson kasb emas. Yaxshi niyat qilibsiz. Sizni qutlayman. Muborak bo'lsin. Biz qolgan uchimiz nayta afsuslanarlik ichida o'zimizning bu qilgan etganlarimizga pushaymon qilyapmiz. Tushundingizmi? bir ilg'or bir o'quvchimizga biz bilet tashlay olmay qoldik. Bu afsus. Ammo Mahmud apandim zo'r yetakchi. Siz tushunasiz bu gaplarni. Mahmud akangiz bir yaxshi ijodiyatchi. O'z navbatida bizning elga tunilgan bir naqshchimiz. Sizning talantingizga yana talant qo'shib, qanotingizni texmi keng qoqidiganga sharoit hozirlab beralaydi. Siz biz hammamiz o'xshashla omad tilaymiz. Rahmat. Cüret, qat'iylik, o'zdim xalqish ro'yi bu qizda toza o'z ifodasini topdi. Mahmud Sulaymon efendi mushtari singlimizni yangi bir pallaga yetaklaydi. G'uncha yoshlik gulining simvoli. G'uncha oziqliq va sovuqqongandilar go'zallik jildilanadi. G'unchaning go'zalligidan o'rlamiz oldin. G'uncha men xush yurishligi. G'uncha. Büyük hoş önümlük çaş ve beden yuyish sopini sizni bir qitimdili yuyinish maqsadingizga yetkazadi. Büyük hoş önümlük sakal mag'zida sakal elish va yuz yuyishni bir vaqtda tamomlay olasiz.
büyük teri canlandırışmayı, yüzgü korkutuş, yeriliş, yüzlü kepek örleş, teri tartışını türküdüğün köp ünümlük, nemlik saklaşmaydı. Endi biznikiga armishlanmanglar. Büyük erler, büyükni işiltidi. Şübihsiz mahsulat işlaydigan Çin Nuri biyotexnikisi. Ajdodlarimiz balalarning yuz qo'llari yerilsa, gal maydasi g'ijildisa, sovuqi ishib yig'langu, siyrak bo'lib qolsa, quyruq yog'ni o'tqa qatlab maylaydi. Bugungi kunda Sultan zavodi yerli xriptdan foydalanib, unumi yuqori bo'lgan bolalar ussiz quyruq megi, bolalar chash badan so'qini, bolalar badan o'qisi, bolalar sut malhamini, omoq farzandlarning sog'lom pok jon bo'lishiga sundi. Sog'arib bilishga texmi aplik. Sho'x-sho'xlarimiz shubhisiz cho'ng bo'lsin. Chin Nuridan sho'x-sho'x. O'g'lim, aql parasat nada? Mana mengida. Hayotlik va vijdonchi. Mana yurakda. Amsa, yurakning, mengning quvvati nada? Mana maviyada. Yarasha o'g'lim, hayotlikning jildizi yurak va mingdir. Kanada Jameson yurishlik mahsulotlari yurak menga sog'lomligi uchundir. Jameson yurak mengi yashartish mahsuloti qon tomirlaridagi axlatlarni tozalashga, yurak harakatini yaxshilashga unumi ko'rinadi. Hammadan bilib olsin. Xinjiang Royab xalqaro savdo cheklash shirkati haqiqiy import qilgan. Siz bilib oldingizmi? İşin kostüm için şundan yapışırak gerek. Celsius. The Italian style. That is what. Yine onun dediği boşver. Ben yapacağım. Qaranglar, birlashtirsak ham go'zal emas. Yaxshi loyihalar moslashtirilsa, ko'rkam nusxalar barliq keladi. Qo'ligul ustolarning hamkorligida mukammal asarlar ro'yobga chiqadi. Esilroq, Turkiya va Italiya o'zgacha kostyum nusxalarining mujassimi, mo'tabar kostyumlari salobatimizga salobat qo'shadi. Chin Nuri biopan texnikasi Sultan zavodida ishlangan go'zallik mening chin go'zal girim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. Bu bir hayot sahnasi. Har kimga o'rin va fursat bor. Mana bu qozoq yigiti O'roz Ko'kchal ishonchi bilan sahnamizga yetib keldi. Endi ән айту менің кішкентайымнан қызығатын кәсібім. Неге дегенде, мен кішкене кезімде үйде менің ағам домбыра çalып, гитар çalып ән айтатын. Сол кісінің қасында жүріп, кейінде мен де осы ән айтуды үйрендім. Яғни қазірге дейін осы ән айтуды өзім үйреніп жалғастырып келемін. Бұдан кейінде осы ойым бойынша өзім жалықпай үйреніп, осы ән айту, ән жазу, сахнаға шығу, осындай өзімнің қызығатын кәсіпке тырысып, болашақта бір жақсы бір әнші болсам деп үміт етемін. Aslını sevdim.
Rahmet. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Chiroyli naqshanga o'zingni bir tanishtirib bergin. Özüm isim Oraz Kökçal, Kazak, Ürümçi, Miydin rayonu, Otlak Başkuruş idaresinden geldim. Mübarek olsun. Bu Qalğaç degan naqsha bizcha endi hammamizga tunishliq, intayin chiroyli melodiyalik, ham sizlardimi, bizdimi nihoyat yaxshi ko'radigan naqsha bu. Bizga bak tunishliq har birimiz uchun. Meni aylanmasligimga sabab bo'lgan bir omilni sana deb o'tay. Shu naqsha biz uchun intayin bak tunishliq, bak jiq olingan naqsha bo'lg'achqa, mening his qilganim ozroq ovozdikim bo'pmi, tuvan ovoz qismida o'zim jiddiylik bo'ldimi, biroz egizbashlik bor. Andan udarda kichkina muqimsizlik bo'lib qolib, men aqli deb qoldim. Bak chiroyli aytding, lekin tabriklayman bu sanada biz uchun shu naqshani elga sunganliging uchun. Rahmat. Shundoq yaxshi aytib berdingiz. Rahmat. Bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bu naqshni bek chiroyli aytdingiz. Abiyadan Abdulla efendim aytgandek bu naqsha bizning Uyg'ur millatiga bek singan naqsha. Bu naqshni biz kichikimizdan anglab cho'g'ilgan. Bu naqsh bek sinishli naqsha. Siz aşı yuqori qismiga nayib yaxshi chiqdingiz, ovozingiz turaqliq. Bizning Mahmud efendim aytgandek tuvan qismida ozroq masala bor. Şiyagi muhim meselesi aytgan vaqtida başlagan vaqtida qarnaqash qashing qara qanadimda yerbedim bedim Muşu muqimlik yo'q. Yuqori qismi shunday yaxshi. Ay, deya yaxshi. Yaxshi. Yana katta, katta aytdingiz. Muşu muqimlik bo'lmaganligi uchun men aylanmadim. Sizdan bu so'rayman. Kechiring. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Rahmat. Men bir ishni so'rayolay, ha. Atdiganda atgancha ichdingizmi? Atgancha ichmadim. Ha, shu. Bayatın efendim hanımla degandek şu azroq turaqsizliklar yuz berdi. Men o'xshash his qildim lekin men yana o'rildim siz uchun. Bizning san'at beg'imizda har xil gullarniki poraklab etishi, har xil puroqlarniki chechilishi kerak. Shunga bundan atgan chayni cho'qim ichib boshqa ketib qolgan qiyib ketgan yerlarni biz asosda kelishib olamiz, asosda tuzib olamiz. Erkin o'ngishib o'taman deydi-ku. Men shu tuzini tangshab kan shu atgan chay turaman. Muborak bo'lsin. Yana bir ko'rishaylik. Rahmat sizga. Tebriklaymiz. Qanday bo'lsin, bu shu qoldirg'ash degan naqshni o'z ovozimdan bizga anlatganligida, bizga Diyarimizda har qaysi millatlar qeyrindosh, qalbdosh hamnafas. Oraz yana bizga millatlarning o'rtaq qalb sadosini anglatdi. Erkin Abdulla efendining tirishchanligi bilan Oraz san'at babida yangi sadolar yangratgisi. Bu programmani diyarimizda g'arb taomlari bilan Uyg'ur an'anaviy taomlarini birlashtirib yangilik yaratib, xalqimizning olqishiga erishayotgan Tilak Zanjirsimon tez tomorqanisi alohida talab qildi. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasi bilan Şinjan Buğra madaniyat tarqatish shirkati birlikda ishlagan Chin Güzel Zipak yo'li sadosi programmasi. Bu yigitning ismi Tursunjon Turib. U bepoyon sahroda o'zining muğluq naqshlarini yaratib kelgan. Mana endi u bu naqshlarni bizga taqdim qilmoq bo'lib keldi. Omad yor bo'lsin. Qiziqishim bo'lsa, naqsh muzikalarni anglashni yaxshi ko'raman. Ortiqchiligim bo'lsa, dutor chelish, naqsh etish,
Şundaqla işdən sırtqa, yəni müşu dehqonchilikning asal mezgillərdə naqsh yezish, ahang ishlash qatorliqlarni qo'yma. İşinchiga kelsak, men bu Ipak yo'li savdosi programmasiga qatnashib, tizimni o'tib shu 300 kishilik moyirning ichiga kiralganimdan intayin xursandman. Men cho'qim 16 kishilik moyirning ichiga kiralishimga ishonchim komil. Ata-anam çoğ kıldı seni, halay dertli keçerdi şedim. Ata-anam çoğ kıldı seni, halay dertli keçerdi şedim. Senin bekmo verzent olam senin bekmo erzek bulamdım. Çoğ bulutla kettin peşidim. Buzluq çaşkın kapkan pulunu, ata-anam kırıp habermey. Buzluq çaşkın kapkan pulunu, ata-anam kırıp habermey. Güller şundaq ötüp gider monu, yaşlık gülüm məngü tənrənməy. Güller şundaq ötüp gider mo, yaşlık gülüm məngü tənrənməy. Her kaçan soğukta uykumuzda Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yigit o'zingizni bir tanishtirib o'tsangiz. İsmim Tursuncan Turab, bu yıl 29 kirdim. Postkan naisinin bölümü, kestim dehqon. Bu bir anlap bakmagan nakış kim? Bu nakışı Bu nakışımga tekstini özüm yazgan. Vay, mübarek olsun, yaxşı yazıpsınız.
Ahangı-çı? Ahang bizniki şu Poskan naisinin bir icadiyetçi Amangılıyımın deydiğen bir hanım batı. Nailik Ümek'te. Şununki icadi naqsh. Hop. Odatda Mavu Jipek yo'li sadasi mushu yaxshi ovozlarni tanlash, yaxshi naqshchilarni tanlash bir musobaqa ko'rgi bo'lyapti emasmi? Buningda har bir meningcha har bir naqshchi o'zining chiqarayotgan ovozini mas'uliyatchanlik bilan eng chiroyli odamni eng ta'sirlantiradigan bir hissiyat bilan o'tish kerak. Shunda bo'lganda hammamizni ta'sirlantira oladi. Meningcha sizning ovozingiz nihoyat yaxshi, doirasi keng, yuqorisimi bor, tunimi bor, yaxshi bir sharoiti bor ovozga. Bundan keyingi naqsh aytish hayotingizda siz bu kasbni suysiz albatta. To'g'ri. Davomliq mush naqsh aytishni yaxshi ko'rsiz. Undan keyin meningcha siz shu ifodalamoqchi bo'lgan mazmuningiz bilan chiqarayotgan tekst bor, tekst bilan o'zingizning shu ohangni ifodalashingiz, ya'ni ovoz chiqarishingiz, puroqlarni, hissiyotni berishda biroz texmi yaxshi jug'asangiz, yo'riq ishlatadigan vaqtida yo'riq ishlatsa, hissiyot talab qilgan yerlarda azroq siliq hissiyotni ifodalasak, texmi yaxshi bo'lib ketgudek. Siz odatda so'rinlarni naqsh aytamsiz. İşten sırtqı vaqtda o'zimiz shu dehqonchilik işlerimni qilib bo'lgandan biz o'zimda duttatdan bir chalsiz qo'yayman. Dutta chalaman. Mening bir bayat o'yildim-chi, balkim siz mana shu men muzikani qo'ygan muzika bo'lgandan keyin oshning toza kunamayaptam deyman. Men shunda o'ylayapman. Siz nima uchun o'zingiz bir dutta bilan o'rlashni o'ylab boqmadingizmi shu naqshlarni? Ben şu budaqdan şu fırsat bo'lib qolsa kelsan. Çoxum dutta bilan aytaman. Masalan, men o'zim bilib istamadim. Men kishigim o'zim birna kelib yetishgancha agar qo'limda gitar olmasa men toza obda aytolmayman. To'g'ri. Men bayotni his qildim, natijada qiyib ketgan. Balkim shu muzika ko'namayaptam nima, dutta bilan pakis bir dutta bilan yoki yana bir do'stingiz chaqirib bir dutta bir tambur. Iloji oshna aytgan bo'lsa, yaxshi ifodalanadi. Sizga omad tilaymiz. O'zingiz bundaq o'rilgan vaqtda siz Beyxon degandan keyin his qildik. Beyxon degan kadrdek salobatingiz va kajimi sizning. Sizga omad yer bo'lsin. Kechirsiz. Kelar qatimliq sahnalarda texim yaxshi natija bilan, chiroyli kulkularimiz bilan, xushallik bilan ko'rishib turishimizni tushundigimizda umid qilamiz. Bo'ldi, rahmat. Tursuncanның bizге etkilген naqshlardan uning talantini ko'rdik. Uning hayot yo'liga yangi natijada yor bo'lsin. Bu programmani diyorimizda g'arb taomlari bilan Uyg'ur an'anaviy taomlarini birlashtirib yangilik yaratib, xalqimizning olqishiga erishayotgan Tilak Zanjirsimon tez tomoqxonasi alohida talab qildi. Chin Nuri biopan texnikchisi Sultan Zavqi ishlangan go'zallik mening chin go'zal girim buyumlari mohirlarga omad tilaydi. Bir yürekte hamon bir arzu bo'lib, nazmun qadamlar, umid istaklari bilan Aqsu diyoridan Abdikim Aysomi yetib keldi. Uning qalbi nimalarni kutadigandir? Bika vaqtlarında şu müzik çeliş, müzik akordlaştırışını yapıyorum. Hem bu katım müsabakaga kelishimdagi maqsad o'zimning naqsh etishga alohidligim qanchalik, saviyam qanchalik, shunaqla shu musobaqa orqali o'zimni bir chiniqtirish maqsadida keldim. Men bu musobaqada yaxshi bir natijaga erishish uchun barliq kuchimni tashlayman.
sen bahar Gözlerim seni Gülge uçtan Baktım gülü bu Gülem sen bahar Ümmet armanı Yanıla senden Süymesini Gülem sen bahar Bakit kuyaşı Yanıla senden Süymesini Gülem sen bahar Gözümün karası Kara saçında Gözüm nuri bu Gülem sen bahar Aşık dünyası İken acayipta Üsal kızı bu Gülem sen bahar Ümmet armanım Yanıla senden Süymesini Gülem sen bahar Bakit kuyaşım Yanıla senden Süymesini Gülem sen bahar Ümmet armanım Yanıla senden Kütmesini Gülem sen bahar Bakit kuyaşım Yanıla senden Süymesini Gülem sen bahar Kütmesini Gülem sen bahar Assalamu alaikum. Ve aleyküm selam. Bekten taraf ketdim. He. Hazır. Yaxshi. Endi izan tanıştırıp edi. Assalamu alaikum. Temen altıgan barlıq aziz mehmonlar, şunaqla sanatkar ustozlar, yaxshimisizlar? Men Aqsu Avod diyardan keldim. Ismim Ablikim Aysa. Bu yil 25 yosh kirdim. O'qigan kasbim usul. Naqsh etishni qachondan boshlab o'rgangansiz? Naqsh etishni kichigimdan tatiblam qiziqatdim, bek yaxshi ko'rdim. Endi sen tepsilerek deppeginde küçük vaktinde kimler sana bu nakşıya yol başlagan, öydeki çoğunlar mı ya? Şu 8 yosh, 9 yosh vaqtimdan tatiblam men milliy muzikaga bakrak qiziqqan. Shuning bilan
o vaqtda menga ustoz bo'lmagandan keyin opam yaqindan menga ustoz bo'lgan, ham ona ham ustoz bo'lib, menga tekstlarni yozib berib, tekstning o mazmunini o vaqtlarda tushunmaydi ekan to'qma. Alg'ma gap nim ma'nosi nim degan gap, shularni aniq menga tushuntirib, ashta yetaklagan. Uning dastlabda shu o'rgangan shu 8 yosh 9 yosh vaqtini tatib hozirga qadar yaxshi ko'rib, ham chelib, ham o'rganib kelayotgan narsam shu milliy saz naqsha. Ya'ni shu dutta. Ha. Uydagilaringizdan kim keldi? Uydagilarimdan faqat mening qo'shkizak singlimdan keldi. Ha. Sizlar qo'shkizak. Qo'shkizak u naqsh aytamdi. Ya, u naqsh aytmaydi. Biz o'rildik, biz aylandik Abdulla efendim bilan, men ikkimiz sizga aylandik. Sizningki shu nayt hartilgan bir vaqtingizni saqlab turdik. Eng oxirida mayli tantirsangiz, mayli qanday bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz o'zingizni bor narsani bir ifodalab berdingiz. Sizning ovozingizni bir segrib chiqib ekan. Bugungi tantirab ketib pek yaxshi aytib ketanmagan bo'lsangizmi, lekin shu sehrib ishni biz bayqab oldik. Shuning uchun aylandik siz uchun. Agar bugünkidek tantirash bo'lmagan bo'lsa, bu naqshini bundan yaxshiroq aytish mumkinchiligi bormi? Men odatdagi mijozim yo'q vaqtlarda bunday aytib boqmagandim bu naqshni. Men shunda o'ylab qoldim. Menimcha sen bu shu balki mufkamujni chiqin sal charchitib olgan o'xshaysan ovozingni. Chunki bu sening ovozingning mushu naqshiga tuvan tarafida yana. Tuvan tarafida boshlanishdiki, tuvan ovoz qismini Mahmud efendi dedi, bom tarafini yaxshi bir taraf qilamading. Hissiyotingni beryapsa, kuchingning berichi hissiyotingni to'liq berishga tirishyapsa, biroq ovozingni sharoit yer bermadi. Yer bermay qoldi. Shuning bilan shu demakchi bo'lgan hissiyotingni ifodalab beraman. O'zim ashta his qildim deyman. Faqat men bunday tantirab aram baxsh emas-a, o'zing. Shundaqcha bir yerda o'zim Beklam demtirib ketdi. Bu birinchi abi bölükke ikki dem aytgandek-ku. A bölükke to'g'ri. Boshqa chiqib ketib qoldi. B bölük chiqqanlar hissiyot ham ovoz juda to'liq kelyapti. Men shu ikkinchi kublikning kelsa oyoq tarafga kelgan qadar shunda demtirdim. Ikkinchi kublikdan keyin anikiza ozroq bir qadar majburligimni so'qish shuncha kim to'xtadi, lekin yana shu jiddiy bilan tugatdim mana shu. Shu jiddiychilikdan qutulmoq tez, biroq biz naqshchilarimizdan, o'quvchilarimizdan amalning bericha sahnaga chiqishdan burun o'zinglarni ozod qilib, kichkina ozodroq bo'lib chiqmasanglar, sizlarni talantlarni to'liq ko'rolmay qolamiz. Ikkinchisi, yuqori ovoz qismida bu mayliqi naqrat qismida yana taraqqiy qildira oladigan ishonching bormi shu naqshini? Bor. Asli bor. Men his qilyapman, senda shunda bir qobiliyat bor, lekin bugun faqat yaxshi joriy qildiraman. Lekin men sen uchun o'rindiqni aylantirdim. Shuna eng oxirida sizningki tanlashingiz efendimmi yoki xonimmi? Meni tanlash fursati kelib qoldi menga, men tayin qo'shal. Tanlash to'g'ri kelib qolsa. Attirgillari gul yog'larining xanishi bo'lib, teringizning namligini oshirib qo'riqlanib tuzaydi. Teringizni tegidan suzildirib nurli qiladi. Gul yog'ining hidi sizning ruhingizni ko'tarib jalbkor qiladi. Tabiiy ishlangan chin nuriy da'vatlarning tushishiga aslaydi. Qani choy iching. Nimadiga xushpuroq choy bu. Ta'mi esilgan. Ya'ni choy almashtiribsizlar-da. Sizningda mush ig'izingizdan hech nimani yashirib olmaydi. Zarafshon yangi qizil tamilchi chiqib ketgan birini sotib olgan edim. Zarafshondan yangi sovg'a. Tabiiy xushpuroq Zarafshon qizil tamilchi. Zarafshon choychiligi. Putunuz muzlisa, pochaq siqirab tavsa, ot yig'i buzug'i qalampir qo'shib ishlangan, tut ya ot yig'i, tut paqalchaq issiqlik meyi badandagi ho'l so'g'oq yelni haydaydi. Oz surkan, ozroq surkan. Jiqroq surishcha. O't ketadi.
Tutiya. Güzellikni söyüp, güzellikka intilgüchi xonim qizlar har vaqt o'zining go'zal husn jamolini namoyon qilishga intiladi. G'irim buyumlar ichida lav surqi texmi muhim o'rinda turdi. Shunga xonim qizlarimiz lav surqi ishlatganda o'zlarining kiyib olgan kiyim-kechki va yosh holatiga moslashtirish bilan birga oilada, to'y-to'kin va xizmatda o'xshash bo'lmagan ranglarni tanlab, har xil fasil va har xil mo'yitlarning texmi so'yimli, jalbkor ham haqiqiy chiroyli bo'lishini qo'lga keltirish lozim. Bo'libmi to'y-to'kinda kiyimning rangiga moslashgan lav surqini, oilada, xizmatda suvsaroq rangdagi lav surqini, do'stlar bilan uchrashishga borganda kiyib olgan kiyimiga qapoq surqi va angli rangiga qarab yorishimliq sho'xaroq rangdagi lav surqini surish bo'ladi. Shunga har bir xonim qizlarimizning kam deganda 6 xil lav surqi bo'lishi kerak. Sulton zavodi yangidan ishlagan 12 xil rangdagi chinnuri lav surqi go'zallikka talpinguvchi xonim qizlarimizga yana bir xushalik olib keldi. Chinnuri lav surqi tarkibida lavga qo'riq tushishning oldini oladigan, lavga qo'riq tushishni kechiktiradigan o'simlik oziqlik mi va sap sho'xla qizil pigmenti bor bo'lib, xonim qizlarimizning lavlarini texmi go'zal tusga kirdi. Chinnuri haqiqiy shifolik mahsulotlari bilan xalqimizning qalbini qoyil qilib kelayotgan Luqman Hakim shirkatining yep-yangi mahsulotlari bilan tanishing. Sağlam o'riqlashni xohlamsiz? Mana bu Luqman Hakim Zilvaboy o'riqitish go'hri. Luqman Hakim uchay tozalash go'hri ishingizda tozalab sizga rohatlik ato qiladi. Luqman Hakim uyqu go'hri sizga shirin uyqu berishlaydi. Bu mahsulotlarning hammasi davlatlik GMP tasdiqdan o'tgan bo'lib, xotirjam iste'mol qiling. Luqman Hakim aytadiki, taloni hadil a'la. Luqman Hakim Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavodi'da işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları mahirlarga ahmet dileydi. Oy mübarek. Bir köz şöptün ya. Amisi tecrübelerini yakınlab, yaxshi tayyorlik qilib. Mübarek olsun. İpek yolu sadası, devrimizin sadası, yaşlarımızın sadası. Abdikim Eysa inimiz kiyin yanımı isim sadalarını yangratkusi. Her günün turqi başqacha. Bu noktadan qaraganda her bir yurakning, her bir ovozning ortiqchiligi alohidaligi bor. O'rtalardan kelgan bu yigit bizga qanday sadosini oltirgandir? Qiziqishim naqsh etish, kino filmlarda rol elish. Odatda kino ko'rish, sayohat qilish, bozor o'ynash qamroq. Bu qitimliq musobaqada o'zimning yaxshi natijalarini qo'lga keltirishimga ishonchim bor. Bana yalan sözleyin meyli, azaplama rastını eğitim. İnimde yalgan bulsun, yalğız koyma inimden gider. Sen köydürmesen untuşumga emdine çare. Bırakında barca köyüm, men biçare, yürek biçare. Bırakın
Meni söygün yalğanlarında Ketme gülüm menden ayrılık Sabrim bilen şu yalğan suyu Gider bir gün rasta aylanır Köymez idim sen köydürmesen Untuşumda emdine çare Fırakında barca köyüm Men biçare, yürek biçare Fırakında barca köyüm Men biçare, yürek biçare Men biçare Assalomu alaykum ekrandagi ko'ruvchilar. Mening ismim Akram Tursun. Bu yil 22 yosh. Yurtim Börtlajing nayasidan. Men Xinjiang san'at instituti, teatr fakulteti, diktor yasachilishni o'qiyman. O'zingiz ish qilgansiz, ozroq ketkizib qo'ydingiz. Jiddiylashish pek ig'ir bo'ldi. Uning ustiga mikrofonlarga ma'qul, yuqori darajali uskunalarga ko'nib bo'lolmadim. Odatda bu boshqa yerlar naqsh etib ketgan sana bo'lmasa. Ikkalam birla sahnaga chiqib naqsh o'qigan burun. Mansa adam bilan o'qigan, Mahmud kam bilan o'qigan. Ben bilan o'qib ekansizda. Siz bilan o'qimagan. Endi o'qitib qo'ysangiz bo'ladi aka. Fursatlar ko'p, bugun yaxshi tanishib oldik. Lekin men mayoqqa qarab o'tirgan bo'lsam, qanday o'zim tanlaydim jumasini. Agar shu favqulodda jiddiylik bo'lmagan bo'lsa, to'g'ri joriy qildigan bo'lsa, texnik yaxshi bo'lardi. Ammo o'zining ijodiy ohangimi texnik kim biladi buni? Ijodiyatda. Ana. Bizning bu programmada rasmiy guharlar chiqqan, o'zi yezib, o'zi aytib, haqiqatan nurg'un kuchlar bayqaldi. Mayli tanlansaqmi, tanlanmasaqmi, bizning tunishlarimizni o'zi yaxshi bo'ldi biz uchun. Shu meningmi bu sahnaga kelishimga orzuyim sizlarni men o'zimga ancha ishonchim yo'qdi, lekin jur'at qilib bir chiqish yo'q. Umid zo'r. Yaxshi, rahmat ukam. Shu qisqa sifatlarni bilan naqsh etib ekanmiz. Naqshingizni huzurlandik enem. Pek isl etdiniz. Her bir oylamagan işinin oylamagan neticesi buluşu mümkün. Akram Tursun'un Jipak Yolu Sadası programısı katlaşkanlığının özümü bir netice. Onunla kütülmeyen neticeler yar bolgusu. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel grim buyumları mahirlağa ahmet dileydi. San'atning türü hakikaten köp. Her kim birer türde üzüp çıkışını oylaydı. Mutallibjon Ahad Qashqardan salom bilan yetib keldi. Muzikaga bo'lgan o'tdagi ishtiyoqim rasmiylikning to'rtishida 2005-yildan boshlab kompyuterda muzika ishlab, akkordlashtirish, ijodiyat qatorliq sohalarda ko'plab izlanib, o'zimni ham kuchlantirib, o'sha sohada ham bir tershay degan maqsad bilan izlanib, hozir qadar mush kasb bilan shug'ullanyapman. Yana o'zligimdan tirishib nurg'un sazlarni, naqshlarni o'rganib, hozir yana o'zimga xos bir uslubdan naqsh etishni bir shaklini topdim deb o'ylayman.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaxshimisizlar ustozlar? Ekran oldidagi, yana tövəndəki, yəni əziz qardaşlarım, hammalarning hozir vaqtingiz xayrli bo'lsin. Men Qashqardan kelgan Mayir Mutallib Ahad bo'lman. Kasb bilan shug'ullanasiz. Shuna bir nima ish qilsiz deydi. Men kech klublarni naqsh etaman, boshqa ishim yo'q. Yaxshi. Bu naqshini shunday yaxshi bilan aytib berdingiz. Rahmat ustozlar, rahmat. Buni cho'ng Ablajon Aud aytgan naqsha. Yaxshi ko'rgansizda? Yaxshi ko'rdim. O'sha uslublarni naqsh etishni hamma shu sanimizga to'tlanlarning naqshini intan yaxshi ko'rman. Hammalarni shu qadar hurmatlayman. Sizlarning naqshlarni olib cho'ng oldim. Yana anlig'im bor ekan. Shuning uchun siz uchun o'rildik. Rahmat.
Mana mani Hissiyat naqsha deymiz. muzika va hissiyat deymiz. Bak yaxshi bo'ldi. Men bak hayajonlanib ketdim. Rahmat. O'rnimdan turib ketdim, tushib ketdim, balki chiqdim, zodi bak hayajonlanib ketdim. Shu programmamiz bak yaxshi bo'layotdi. Sizga o'xshash mayirlar chiqyotdi. Men hayajonlanib botamadim. Sal gaplarim qalayim qolib ketib bardi. Oldi bilan shu Abdulla akamning bir fikrini, taklifini bir anglab baqsaq. Biz to'rt elimiz sen uchun o'rindiq aylandirdik. Demak, biz to'rt elimizning hissiyotiga intayin tegdi, nayati keldi-da. Sening naqsh etishing. Hissiyotni, ovozni kontrol qilish, nafas ishlatish hamma jihatdan bizga yoqdi. Biz to'rt elimiz seni tarbiyalashni xohlaymiz. Shuning ichida ukam Erkinjon bunayt hayajonlandiras pastga tushib turib. 3-misrasida o'ylanayotdim-da. Baldur aylanding, uning ustiga. Erkin o'tirsiga tushib angladi. Biz alsallamda o'zimizni titrab, chandamay angladik. Mahmud apandi bilan ishimiz. Nurnisami Baldur aylandidi. Biz seni xohlaymiz shaxsan men. Mushunda uslubdagi naqshlarni Abdullajon Avut mushu Urumchidagi vaqtida biz jiq hamkorlashgan. Uning naqshlarini ishlashga, tuzashga, xizmatlarga jiq qatnashgan. Endi biz sizlar uchun xizmat qilishni xohlaymiz. Men ko'p gap qilamadim hozir chunki men rasmiy hayajonlanib o'tdim. Shuning uchun qolgan ustozlarning fikrini anglaylik. Mahmud apandim deydiki, musobaqaning qiyinlik darajasini oldimizda. Cho'qim yaxshi natijaga erishishga chin yuragimdan tilayman. Rahmat. Gruppamda sizdek bolalar kam. Bana lazım endi. Uningda o'sh gap qilamayman. Bak sahnaga chiqib uray desam taqa. Bir yerni birini qirtadigan bo'lgan bu-chi. Eng muhimi shu bu bola mas'uliyatchan bola ekan-chi. Hatto biz o'rilib mush oldi qarab o'tag'icha eng oxirgi takit, eng oxirgi tukkichi mas'ul bo'ldi shu muzikaga-chi. Men shu yerga bek qoyil bo'lib ketdim. Yuragimga badi qo'zadi. Rahmat. Ustozlar rahmat. Nurisa yaxshi dedi. Men bu qoyilumga yaqinmidi? Men miya qoyil bo'lib ketgan gapmidi? Ma ish bor. Qoyil bo'lgan bilan men o'xshash ifodalasam nima foyda? Sen yashog'adigan bek ifodalaysa, o'zingcha. Necha yoshlarda hujum? Bu yil 32 yoshda. Unda yosh farqimizmi cho'ng emas-kan, endi qiz bola bo'lgan ishini so'rdim. Satoldi. Kimning bolasizlar? Ahad qarning bolasi. Ahad qarning deydi. Mana. Kimning dilla? Ahad qori deydi. Sulaymon qorining bolasi. Men Abdurahmonning bolasi. Ama gitme ahırın devte ya. Demek çoğunun yaş farkımızın çoğun emasken bizim şu müzik icatta birsimizge hemden bulup özera ürünüp yaxşı bir kelajakning bo'lishiga meniki qattiq ishonchim bor. Biz yaxshi bir shu müzik ijatta ham suhbat bo'lib bundan keyin mayli siz qaysi atrofga kirishni qat'iy nazar biz yaxshi bir do'stlardan bo'lib qola olamiz. Agar Erkin akam Beyjanga ketib qolsa, meni yanimga kelinglar. Abdulla efendim aldirashib qas mening qishim kelishingizim bo'ldi. Ayol kishining qildigan ishi jiqroq. Ya, er kishiga yetmaydi deyman. Menga yetmaydi. Rast ketma. Abdulla akam bek aldirash. Mening telefonim 24 soat siz uchun ochiq. Mening yolg'iz o'zimning ayrim bir telefonim bor, sana ochiq. Men numarni deb bermasammi bo'la? İşte, men telefonimdan beraychi. Ana ustiga yaraysiz. Mahmud.
İkimiz bir jutluq. 6 ay Ürümçi tutsam 6 ay günüm Kaşgar'da ötüdüm yine. Bizden oylaşıp bir çıkılıp kal. Ben muşu ilqi Abdullah sahnesinin ikinci kısmında muşunda balı bilen bir nakşa etip bir kişilik qılay degan. Muş iş yaxşı oldu cuma birodarlar. Ya to'g'ri deydi Abdullah akamning, Mahmud akamninki, hammalarninki gapi o'rinliq. Lekin yana bir ish borku. Endi ikkalamiz hozir yoshcha qiran vaqtimiz. Qiran muzika hamma jihatda. Endi siz mening guruhga kirsangiz biz o'xshash alog'indak o'talaymiz. Abdullah akam bilan Mahmud akamning guruhiga kirsangiz sal besim bo'lib qoldi. Aka deb bilan deydigan gapimiz deyamay. Başı bana mı bir şeyde ciddisin bulavatılık yo. Mesela desepte rejissörler şu üzere bir sanlar efendi hanım diyen bu sanlar ne çıtaylık gepler mi şu ne bir işletsek diyen lekin ben hem de küçüğümden şu Abdullah Kağan, Mahmud Kağan'ın nakıstanlap çoğuğan benimki ustazlarım. Hem de oturup ben efendi diyeceğim tazaylık bir kıl Qamlashmagan bek uzun turib ketgandek qaram olib qolgan. Shunga qisqartib da gapni. Besim bo'lib qolmasin deyman-ku sizga. Biz o'zaro Ya tatımlı Afka. Ben yakında üzerine orunu sana beğenmek istedim. Şuga. Özü kıldı mı? Muşunda bo'laversin, men bu itochulab ketadigan o'xshayman. Men o orada qiziq hisob ketdim hozir. Bismillah. Hemen yapılayman. Ben keçilik kımmadım. Keçilik kımmadım diyenken gap gidiyor. Şu sana hep bu yaptı ki. Ben keçilik kımmakçı. Ben kımmayım, sırlam kılsam. Hey Abdullah ka, uçkettiniz cümlesiz. Buraderler, muş inimli kışınmayla. Beni afkar. Kaççıda talagan. Ahir kararım. Bana okşaş ben keskin 3. mısradılar talep etipçisini keskinle kaçtı. Ben ahirgi hürmet kılıp ağlı bitip andını ördüm. Kötülü ustazım bana ögülgeni köp teşekkür rahmetim var. Bana dilana selamet önüne uzun olsun. Rahmet. Ben kimni talasam bana qarab turib degine. Cuma? Besim işletmenler, besim işletmenler. Ya qarışıp turib bir kimni tanlığını bir körep bir taraf bulay deyman bu. Nimeli bolsak ha? Ben afkar. Ben hazır Çotalarla resim çiziş intayın köngülük bir iş. Hada, qanday qilib chashdingiz? Atramas bu degan Mehri. Ne kadar? Mehri? Mehri bilan shadlanar odam, mehri bilan ta'zinar qadam. Hamra bo'lib barcha hammaga, mehrlarga to'lsin alam. Mehr olaydi Supun Parashuga har bir oilaga mehr ato qilg'usi. Şutatda elram suda suyu bo'lgan bo'lsa. Abdulka, mushtirqida elramning sodasi yuvib ketgan bo'lsa, Ya Allah, Rozaq Mufkam, sening dardingda bir narsani xotirjam xiyol qilib bo'lmagan jima. Bilaman-ku aka, men seni elram amraqligingni. Voy, rostla elram suda suyu bu. İşte aka, uylaringga operatni hisob emas. Maqtimisan bilmay. Elram suda suyu qanday mayni seri, tamoqni tabiiy singdirib, arduqingizni chiqardi. Ajab yurak yoqda. Elram suda suyu. Alpida Biopen Texnik çeklik şirketi xalqimizning sog'lomligi uchun izchil tirishib keldi. Ko'zga oq tushish, glaukoma, ko'z besimi ortib ketish, ko'z nervlari yigilash, kristal tancha to'qlishish alomatlari uchun Alpida şirketi Kaymin ko'z ro'shanlashtirish tabletini elga sundi. Qil ko'riki so'z bilan, jahon ko'riki ko'z bilan. El sog'liqqa baxtini Alpidadir ko'zliga. Kaymin ko'z ro'shanlashtirish tableti.
quvvat oziqlik mahsuloti Luqman Hakim Oqsuv quvvat talqini mana bugun chiroyli nafs holati bilan gul chiroy ochdi. Sovg'atlarning esili Luqman Hakim sovg'atliq Oqsuv quvvat talqini. Luqman Hakim har qachon har joyda har chiroyda tabassum bo'lsin. Tabassum. Noni haqida so'z to'la. Lekin lilladek amaliy harakat oz. Lillah nonisi pokni so'zlaydi. Unumni ko'zlaydi. Xalqimizga lillah narsini tavsiya qiladi. Lillah nonisi, lillah unumning kapolati. Çin Nuri Biyopan Texnikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları mahirlağa ahmet dileydi. Erkin efendim tanıdım. Ben hazır Erkin efendim Ümit bulmasa işençim bombaydı. Ustazlar ümit bilen mutellip canlı rıhbetlendirdi. Muayillikini bildirdi. Muşunun özümü netice demektir. Mutellip can ehad yeni neticelerini yaratmıştı. Cipek yolumuzda yeni türlük sadalar yanırmakta. Bana bu sanık gelgende Abdullah Abdurrahim Efendi'nin grupsideki mahirler 6'ğı yetti. Mahmud Süleyman Efendi'nin tanıgan mahirleri 2'ge, Nurnisa Abbas Hanım'ın tanıgan mahirleri 2'ge, Erkin Abdullah Efendi'nin mahirleri 3 neferge yetti. Bular kandak neticelerini yaratıdı, yani kandak mahirler maharet gösterdi. Cipek yolu sadası programımızga davamlık nazar sağaysılar. Aramızda tuncu bulup yolu koyulgan Şinjan Talant sahnesi programmasını Şinjan Televizya Stansı bilen Şinjan Dolan Okaçılık şirkette birleşip uyuşturdu. Fakat sizler nakşı usul, etot, muzika, sehirgerlik, icadiyet ve başka her kandak bir türlük alayda maharetiniz olsa siz talant sahnesi arkalık çaklığa yıldız buluş arzuyunuzda yeterleysiz. Hem özünüzme oylap bakmadan mukapatlığa erişeleysiz. Bağlı uçunlar. Kalbimizdeki arzuyumuz talant sahnesinde reallıkka aylansın. Belki bu qitim tunildigani siz bilishiniz mumkin. Mayli siz qaysi kesib, qaysi sahadan bo'lin, boshqalarni xayol qilib hayron qoldira olasiniz. Sahnamiz sizmi?
talant sahnasi qobiliyatingizni sinaydigan eng yaxshi sahna. Qani, dadillik bilan o'zingizni sinab beqing. Bizim tish vaqti 2014-yil 11-oyning 20-kundan 12-oyning 20-kunigacha. Cho'qim mushodarasi o'g'rining kalkulasi qaldimi? Bak, Paşaxon degan ayol nemish qilib bugun bizning o'yinga chiqmaydi desam, kang ko'rmanlar ko'rishga taqozo bo'layotgan stansimiz ishlagan bu oilaga qarang nomli oila ishchi komediya film 11-oyning 20-kunidan boshlab har kuni Urumchi vaqti soat 8da iqtisod turmush kanalida ko'rmanlarning huzuriga sunildi.